Mana bugun shunday issiqda bu xotin siragan bitta kuyov to'y bo'layotgan ekan. Hammamizga baxtlar, basinimiz ochildi iloqlam. Ko'ringlar muzgani. Garang, buni surnay tepmay qarab cho'ladi. Aka, tepaga qaratsam so'kir ketyapti o'zimga. Nima yig'layapsan? Bugun baxtli kuning-ku. $500 to'play oldim, ko'rinmayapti. Tapchika kiyib kelsang bo'lar ekan. Allo Baxti aka, bugun ham to'yda gul tutib oldim. Endi to'yimizni tezlasak bo'ladi. Singlim bu yerda to'y qilish uchun suzishni bilish kerak. Jonga tegdi. Avvallari yerga tegish uchun tikishni bilish kerak edi, ovqat qilishni bilish kerak edi. Endi suzishni ham bilish kerak. Lekin to'yimiz zo'r bo'lyapti-a. Vohshiy dahshat bo'lyapti. Ma to'ydan ovoz chiqmayapti. Ha, yaxshi qizdirilmaganda. Quyoshga bunaqa qilib chiqarib qo'ying. Ha, mana oftobga qizdirdim, mana nima bo'lib qoldi. Endi esa bulbulcha ansambldan arabcha raqs. Davay. Ay, yangam kelyapti. Nos qulog'im shera tushib ketdimi deyman-da. Qizim, sening baxting uchun men orqamacha saltatni beraman. Ay, to'g'ri, yangam o'tyapti. Ay, chiqmayapti suvdan. O jortmi mortmi ketgan suvdagi ancha o'tiradi. Ay, cho'kib o'ldi o'sha mana. Ha endi ertami kechmi hammamiz ham o'lamiz. Men endi o'zimga bitta yangisini topay. O'rtoq Jida, Yo'q, men shirin suv icha olmayman. sen ichib yuradigan napitkalaringda 50% shakar ekan va gazsiz. Zo'r ekan. O nima edi bu? Jida. Qani? Oh, bu zo'rku bu yoshligidagi tam. Tabiiy mazada tog'o. Balo bor edi sizga shu issiqda to'y qilib. Hamma narsa hal bo'lib o'tirgan payt kuzgacha nima qilaman? O'chiray. Bitta duo qilsa kuyovni bobosi yo'qolib qoldi. Lekin men bobom davulning nasi bor edi. Qani o'ta bitta to'yni o'zi chiroyli qilib yopib bering duo qilib. Oma qo'lim yuvib kelay, tarvuz yegandim. Bu nima? Ya, qani bu churban kuyov shu qahraton issiqda to'y qilibdi. Keyingi yil shu ana suvlar ustiga chang'uvchi beshik to'y qilish nasib qilgan bo'lsa. Yar mübarek yar can yar. Vuju kimga o'xshagan opa bu? 3 kunlik chaqaloq kimga o'xshashi mumkin? Sani inangni 3 quyrug'idan ko'rsatadigan farzandlar muborak bo'lsin opa. Senga muborak bo'lsin. Jiyanga tog'ani haqqi otanikidan ham ulug'. Nimaga yig'layapti bu? Raddomda qimmat kravat yotib o'rganib qopti shekilli, qo'lim yoqmayapti. Shu bitta kravat olib kelmaysanmi? Jiyaningdan mazza qilib yotardi. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Qizim, oyog'ing og'riyaptimi? Nima dedi bo'lang? Ko'taring, oyog'im og'riyapti deyapti. Ko'tar? Belim og'riydi, qatdan ko'taraman? Nima qilish kerak? Velosipedmi, samokatmi, tog'am olib bermaydimi deyapti, qizim? Bo'ldi, onasini 25 yil boqdik, endi bolasini boqish kerak-ku. Qani qizing? Sendan o'tgan olibtami deyman, magazinga kirib kiyim tanlayapti. Necha kiribsa qildirding? Jinnimisan? Bos qizim, bos. Uni qara, qizingga qara, xuddi material tushunayotganda ushlab ko'rishini. Nima deysan qizim, bundan hammi? Yo, aytmadimmi? Qalay stil? Oho, как раз mashin medved bo'psizlar. No. Bitta narsa tushunmayman. Qizda yerga tekkandan keyin ham eriga emas, aka-ukasiga narsa oldiradi. Sen bitta narsani to'g'ri tushun. Erimga oldirsam, har kuni u insonni ko'ramanmi? Har o'tganda gapirib mashtimga keladi. Tog'asi olib bersa, bir haftada bir oyda bir ko'radi. Ertaga esdan chiqib ketadi. Tog'asi borligi mazza-da. Jonimga tegdi shu seniz. Zavtrak tayyorlab qo'ying, kenayi. O'zi obedda turadi, yana zavtrak so'raydi. 3 mahal ovqatga qo'shib umrimni ham yedi. O'zlaring hal qil. Makrishga solgan makirni. Menda makir nima qiladi? Qo'y yog'izdan cho'p olmagan bo'lsam. Hozir o'sha cho'p bilan o'zini savalayman. Kenayi, hali ham zavtrak tayyor emasmi? Voy, akangiz bilan gaplashyapotdim. Sizga yangi telefon beraman deyotgandilar. Alo, adasi. O'tiring, kenayi, o'zim qilaman. Qo'lim singanmi? Alo. Kenayi, nima qilganingiz bu? Voy, simboli ekrani singan deysiz. To'g'ri aytasiz. Aka, telefonim ekrani sinib qoluvdi. Battar bo'l. Endi telefon ishlatmaysan. Adasi, hozir qo'lingizda pul bor, yaxshi topayotganingizda bitta investitsiyaga uyab qo'yaylik. Bo'lmasa chirt-pirt bo'lib ketadi. Xo'p, qayerdan olamiz? Zo'r variant bor, ketdik. Kenayi, nima qilyapsiz? Hali o'zim kiymagan kiyimga oyoq kiyimingizni artyapsizmi?
Makiz bilan sizga bitta kvartira olishni plan qilib, o'sha yerga shoshib ketyotgandik. Mana oxiri boshqa darsda yaxshi tozalanadi. Ha, oldilar. Faqat o'zlarining nomlariga oldilar. Shu 10-15 yil aqlli qiz bo'lib yursangiz, nomingizga o'tkazib berar ekanlar. Rahmat, keling, sizni yaxshi ko'raman. Faqatcha o'zingizcha sal bilmagandek tuting, xo'p? Bo'pti. Ayol makri shunaqa bo'ladi.